Bu maşin Xitoyda sotuv boshlangandan beri Song Plus'dan ham, Song Plus Champion'dan ham eng ko'p sotilgan maşin. Kutganingizning bugungi obzorumizda Song Pro. Assalomu alaykum, men adım Shohrux. BYD Urganch rasmiy dilerida sotuv menejeri bo'lib ishlayman. Sizlarga bugun kutganlaringizning Song Pro'ni obzor etib beramiz. Avtomobillarning eng muhim qismi bu motor qismi. Motor qismine geladigan olsak 1,5 lik atmosferli motor bilan jihozlangan. Benzin motorimizning ot kuchi 110 ot kuchi hisoblanadi. Elektromotorimizning ot kuchi esa 197 ot kuchi hisoblanadi. Umumiy qo'shilganda 307 ot kuchine ega. Mashinamizning batareyasi esa 18,3 kW. Bu degani mashina bir zaryad bilan o'zi bemalol 100-110 kilometrgacha masofa bosib o'ta oladi. Umumiy gibrid sistemasida 1100 km masofani bosib o'ta oladi. 0 dan 100 gacha 8,1 sekundda chiqadi. Mashinamizning tashqi ko'rinishine geladigan olsak, razmerlari uzunligi 4 metr 74 cm, balandligi olsa 1 metr 86 cm, mashinamiz enine olsa 1 metr 71 cm. Elde face'ine geladigan olsak, LED faralar, parktronik datchiklar, 360 kameralar, üzerinde video registrator, palas udержания, samotorможение rejimlari, NFC karta ve slipoy zonalar ham bor. Slipoy zona ne için gerek o'zi? Yashirin zonada mashinaga qilsa size signal berib ko'rsatish uchun. Diskalarimiz 19 razmerli, GT Comfort balonlari bilan jihozlangan, razmerlari bo'lsa 235 50. Diskalarni dizaynına geladigan olsak, o'zgacha uslubda ishlangan. Mashinamizning o'ng tarafida zaryadlash porti joylashgan. Ko'chalarda bistri zaryadkalarda qo'yadigan olsangiz, yarim soat davomida 30% dan 80%gacha. Uyingizda домашний 7 kWlik zaryadchikni qo'yadigan olsangiz, 2 soat 3 soat oralig'ida zaryadi bo'ladi. Chap tarafida bo'lsa, baki joylashgan. 52 litrli sig'imdagi bak. 100 kilometre maksimum 4,4 litr benzin rasxod etadi. Endi bagaj qismini o'tamiz. Bagaj qismini ochilishi polni elektropaket. Bagajimizning umumiy sig'im hajmi 520 litr. Uzoq yo'llarga ketganingizda sidyeniyani yotishtirgan holda bemalol 2 odam dam olib ketsa ham bo'ladi. Komplektida kompressor, ko'chalarda bistri zaryadga qo'yish uchun 3 fazli adapter, mashinaning o'zidan 220 volt chiqaradiganlari, mashinaning yoriliqqasi yamidon keleylari bo'ladi. Zaryadchiklari 2 dona bo'ladi, 7 kWlik, 1,5 kWlik zaryadchiklari bo'ladi. 1,5 kWlik zaryadchiklari uyda обычный 220 rozetkani o'zida ishlaydi. 1,6 kWlik zaryadchikda mashina zaryadga qo'ysangiz 8 soat 10 soat oralig'ida dolduradi. 7 kWlikda bo'lsa 2 soat 3 soat oralig'ida zaryadni 100% etadi. Arka dizaynına geladigan olsak, mashinamizning arka faralari zamonaviy LED faralar bilan jihozlangan. 4 tane parktronik datchik, 360 kameralar. Mashina o'tirganingizda sidyeniyani o'zini quchoqlab oladi. 8 tomonlama boshqaruv, sidyeniya upravleniyasi uchun salon qismi o'zgacha dizaynda. Rulunda multimedia qismi, mashinani bemalol boshqarib boraturganingizda gaplashish uchun, qo'shiq o'zgartirish uchun bemalol foydalansangiz bo'ladi. Chap tarafına geladigan olsak, mashina 360 kamerani qo'shish, monitorni aylantirish, palas udержания, adaptiv cruise control qismlari mavjud. Torpeda va obshipka qismi yumshoq plastikdan ishlangan. Bu esa vaqt o'tib mashinangiz jiqirdak qolmasligini eldan oladi. Mashinamizning monitori 15,6 dyumli ekran bilan jihozlangan. Polni sensor hamma narsasi, mashinamizning monitorini uzunda esa hamma narsani boshqaruv upravleniyasi mavjud. Mashina yarqislari, lyuk, sidyeniyalarni qizdirish, nastroykalar ham mashinaning o'zida. Polni o'zbekcha, ruscha 30 xil dilda mashinamiz. O'zida SIM karta qo'yilgan, 4G cloud sistemasi, o'zida internet mavjud. Bu internet o'zidan Telegram, navigator, WhatsApp, Yandex hamma narsadan foydalansangiz bo'ladi bemalol. Mashinaning o'zini kamerasi ham 360 gradusda ko'rsatishi. Har tomonlama kerakli tarafni teynacha skaner etib ko'rsatib biladi mashinamiz. 3D variantdan ham. 3D variantlar kerakli tarafni o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Mashinamizda undan tashqari video registrator ham mavjud. Eldini zapis etib boradi. Start stop, rushnoylari, rejimlari mavjud. Avarinka, parktroniklar, yonboshdagi slipoy zonalarni yoqish, avtohold rejimi, gibrid upravleniyasini boshqarish, EUHEVda. Rejimlari Eco, Sport, Normal, Garnu rejimlari bor. Bu ham tarafida esa konditsioner sistemasi. Mashinamizni zvuk upravleniyasi bu ham tarafda. Hamma mashinalarimizda bo'lganning голосовой управление bu mashinamizda ham mavjud. Hi BYD. Я здесь. Открой люк. Görgəninizin həmmə yakadan panorama lyuk bu mashinamizdan ham mavjud. Arka qismini razmerini ko'rib tursiz. Bemalol joy katta. Mashinamizning arka qisminin o'zida deflektorlar, zaryadchik portlari, podlakolniklari mavjud. Sidyeniyalari preparatsiya etilgan. Issiq kuni dallatib bermaslik uchun havo aylantirib turadi bemalol.
Əldə qismi 2 sideniyəsində soğutuş, qızdırış rejimləri mövcud. Bütün salon bo'ylab ajoyib chiroqlar o'rnatilgan. Avtomobilimizda funksiyalar az aytib o'tganlarimizdan amali ko'p. Bu haqda to'liqroq bilish uchun avtosalonimiz ostida taklif etamiz. Eng asosiysi mashinamizning o'zina 6 yil, batareykasina 8 yil garantiya beramiz yoki 150 ming kilometr. Mashinamiz bo'yicha zapchastlar, servis xizmatlari hamma narsasi o'zlarimizda mavjud. Avtosalonimizda hamma modellar sotuvda mavjud. Gelsangiz bir kunda ishingizni bitirib beramiz. To'liqroq ma'lumot uchun pastda ko'rsatilgan nomerlarga bemalol murojaat etishingiz mumkin. Hammangizni BYD Urganch salonlarimizda kutib qolamiz.